aynan O'zbekistonda mingdan ortiq baxtsiz hodisa sodir bo'ldi desam xato qilmagan bo'laman. Lekin aynan shu baxtsiz hodisalarni hisobini yuritilishida demak turli sonlarni biz kuzatishimiz mumkin. Men sizga ayrimlar haqida to'xtalib ketmoqchiman. Masalan, bu sohada maxsus vakolatga ega bo'lgan Mehnat vazirligini bergan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 868 ta sodir bo'lgan baxtsiz hodisada 974 nafar xodim jabrlangan. Bu degani qariyb 1000 nafar xodim jabr ko'ryapti baxtsiz hodisa oqibatida. Shundan 261 nafar xodim halok bo'lgan. Va bu tahlillar asosan eng ko'p baxtsiz hodisalarni sodir bo'lganlari ham tahlillarda ko'rishimiz mumkin. 204 ta baxtsiz hodisani oqibatida 71 nafar xodim halok bo'ldi. Bu rasmiy maxsus vakolatli organning ma'lumotlari. Endi bizning qo'limizda kasaba uyushmalariga a'zo bo'lgan tashkilotlarda ham sodir bo'lgan baxtsiz hodisalar bor. Biz uni 5 yilligini so'nggi ko'radigan bo'lsak, kasaba uyushmalariga a'zo tashkilotlarda so'nggi 5 yilda 1000 ga yaqin baxtsiz hodisa sodir bo'lgan. Yoki bo'lmasam energetika tizimidagi tashkilotlarda yoki sanoat, radiatsiya, yadro xavfsizligi tizimidagi xavfli ishlab chiqarish obyektlarida sodir bo'lgan baxtsiz hodisalarni ham biz tahlillar to'g'risida aytib o'tishimiz mumkin. Masalan, xavfli obyektlarda so'nggi 5 yilda 356 ta baxtsiz hodisa, energetika tizimida 224 ta, kasaba uyushmalariga a'zo bo'lganda esa 1000 ga yaqin baxtsiz hodisani 112 tasi yengil holat, 594 tasida og'ir holat, 299 tasida o'lim bilan tugagan holat va 82 ta holatda guruhiy baxtsiz hodisalarni ko'rishimiz mumkin. 1 yillik sonini ko'radigan bo'lsak, kasaba uyushmalarida sodir bo'lgan baxtsiz hodisalarni bu 177 ta. 177 ta holatda 198 ta jabrlangan. Siz hozir savol berishingiz mumkin. Nodir opa, 177 ta baxtsiz hodisa sodir bo'ldi deyapsiz. Qanday qilib 198 ta odam jabrlanadi? Men hozirgina aytib o'tdim. Demak, bitta holatda yengil holat bo'lishi mumkin, og'ir holat, o'rtacha darajadagi og'ir jarohatlanish, o'lim bilan tugagan yoki guruhiy. Guruhiy degani bu bitta baxtsiz hodisada ham yengil baxtsiz hodisa, ham o'lim bilan tugagan holat kuzatilishi mumkin yoki kimdir unda yengil jarohatlangan, og'ir jarohatlangan, o'rtacha darajada og'ir jarohatlangan bo'lishi mumkin. Demak, bir nechta odam bilan sodir bo'lgan baxtsiz hodisani biz guruhiy baxtsiz hodisa deb aytamiz. Va baxtsiz hodisa guruhiy bitta hisobga olinadigan bo'lsa, shu bitta baxtsiz hodisaning ichida bir nechta jarohatlangan. Shuni hisobiga 200 nafarga yaqin, demak, joriy yilda kasaba uyushmalariga a'zo tashkilotlarda sodir bo'layotgan baxtsiz hodisalarni ko'rishimiz mumkin. Kasaba uyushmalari so'nggi 8 yil ichida qariyb har yili mana shu sodir bo'layotgan baxtsiz hodisalarni bosh vazirga kasaba uyushmalari lideri tomonidan imzolangan holatda tahlillarni olib chiqmoqda. Va aynan mana shu olib chiqilgan ma'lumotlar asosida butun respublikada ishlar jadallashib ketdi. Ya'ni buni oldini olish uchun preventiv choralar nimadan iborat bo'lishi kerak? Biz nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Qaysi sohalarda o'zi baxtsiz hodisalar sodir bo'lyapti? Nima uchun biz oqibat bilan kurashyapmiz? Aslida biz oqibatga kelguncha sabablarini o'rganyapmizmi degan savollarni oldinga olib chiqa boshladik. Nimaga kasaba uyushmalari? Chunki kasaba uyushmalari xodimlarning vakillik organi sifatida mehnat muhofazasi holati qanaqa ish o'rinlarida? Hamma ham mehnat shartnomasi bilan ishlayaptimi yoki konvertda olyaptimi? Hamma ham rasmiy munosabatga kirishgan holatda ishini davom ettirib turib, baxtsiz hodisaga uchraganda u holat o'zi hisobdorligi yuritilyaptimi yoki u baxtsiz hodisa yashirilyaptimi? Bu ko'cha-ko'yda, uyda yoki qayerdadir bo'ldi-da, ishxonada emas deb e'tibordan chetda qolyaptimi? Yashirish holatlari bormi degan masalalarni ko'tarishga boshladik. Suhbatimizni boshida e'tibor qaratgan bo'lsangiz, men aytdim, respublikada sodir bo'lgan baxtsiz hodisada jabrlanganlar 1000 ga yaqin deb aytdim. Bu rasmiy manba aynan shu sohaga maxsus vakolatli bo'lgan Kambag'allikni qisqartirish bandlik vazirligining mehnat inspeksiyasining ma'lumotlari. Bundan tashqari ushbu sohaga vakolat berilgan xavfli obyektlardagi sonlarni aytib o'tdim. Energetika tizimidagi va kasaba uyushmasiga a'zo bo'lgan tashkilotlardagi sonlarni aytdim.
tafovut o'zingiz kuzatib turganingizdek bir-biri bilan demak integratsiya qilish jarayonida ham muammoli holat bor ekanligini ko'ryapmiz. Bu masala ham demak kasaba uyushmalarini xavotirga solishga boshladi. Nima uchun? Yagona tizim yo'q. Yagona hisobdorlik yo'q. Kim bunga e'tibor qaratishi kerak? Nima uchun xodimlar zarar ko'radi-yu, u ko'rayotgan zararini demak to'laligicha qoplab berish holati yoki bunda ikkita tomonni javobgarlik masalalari, ular yechimini qanday topyapti kabi masalalar demak o'rtaga qo'yila boshlandi. Va biz kasaba uyushmalari bemalol aytishim mumkin, so'nggi yillarda mehnatni muhofaza qilish sohasida nafaqat hukumatni, nafaqat ish beruvchilarni, balki xodimlarni ham o'zini huquqiy madaniyatini shu sohada oshirish bo'yicha qator tushuntirish targ'ibot ishlarini o'tkazyapti. Siz agar ish joyingizda og'ir holat, masalan, qandaydir yiqilib tushdingiz, lat yedi, jarohat ko'rdingiz, lekin siz o'sha kuni ishingizni davom ettirib ketyapsiz. Ishingizni davom ettirdingiz va shu bilan bo'ldi, esingizdan chiqib ketdi bo'lgan jarohatingiz, lekin uni qandaydir oqibatlari sizga salomatligingizga zarar keltirish holatlari kuzatildi. Siz o'sha paytda ahamiyat bermagansiz. Yoki bo'lmasam siz o'sha kuni jarohat oldingiz, bir ish kunidan ortiq ish vaqtini yo'qotdingiz, o'sha kuni ishni davom ettira olmadingiz, lekin bu haqda hech kimga xabar berilmadi va u hisobga ham olinmadi va bu holat tekshirilmadi ham. Demak, qonunchilik bularni yozyapti. Albatta, bir ish kunidan ortiq agar xodim salomatligini yo'qotsa, ish paytida uchragan baxtsiz hodisasi sababli bu holat tekshirilishi shart. Ish beruvchi ish bilan bog'liq bo'lgan xodimni bir ish kunidan ortiq salomatligi yo'qotilishiga sabab bo'lgan holatni tekshirishga majbur. Lekin ko'p holatlarda biz buni kuzatamiz. Bir ish kunidan ortiq ish kunini yo'qotgan holatda ham salomatligi ish bilan bog'liq yo'qotilgan holatlar tekshirilmaydi va hisobga olinmaydi. Baxtsiz hodisalarning yuzaga kelishiga avvalambor biz nafaqat ish joyidagi zarar bor, xavf bor, fizik, kimyoviy, biologik, psixofiziologik deb umumiy gaplarni aytamiz. Aslida bu ijtimoiy masalalar bilan ham bog'liq. Bevosita xalqaro mehnat tashkiloti ham aytadi, ishlayotgan kambag'allar deydi. Ya'ni o'sha bir kunda $190 kam mehnat olayotgan dunyo bo'yicha kambag'allar bor degan. O'zbekistonda ham shunaqa holatlar yo'q emas. Aynan ishlayotgan kambag'allarning bor ekanligi ham ish bilan bog'liq baxtsiz hodisalarga sabab bo'lishi mumkin. Chunki ular ish bilan bog'liq stress holatlarga olib keladi. Ish bilan bog'liq stress holat qachon kelib chiqadi? Siz o'zingizni ish obyemingizni, ya'ni ish hajmingizni bajarishingizdan tashqari yana boshqa masala bilan ham sizni xayollaringiz band bo'ladi. Ya'ni pul topish masalasi bilan. Qachonki siz mehnatingizga olayotgan haqqingiz yetarli bo'lsa, sizda faqat o'sha e'tiboringiz shu ishingizga qaratilgan bo'ladi va bemalol siz to'laqonli o'sha vazifalaringizni bajarasiz, boshqa narsani o'ylashga sizda vaqt qolmaydi. Lekin sizda ish hajmingiz belgilangandan ortiq, ya'ni siz lavozim vazifangizdan boshqa narsani ham o'ylab, yana boshqa jihatlarga ham e'tibor qaratib yoki o'shanga yetarli malakangiz bo'lmaganligi yoki yana boshqa omillar bo'lishi mumkin. Bu narsalar ham ish bilan bog'liq baxtsiz hodisalarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. So'nggi paytlarda biz kuzatamiz, aynan ish joyidagi stressi odamlarning salomatligiga ta'sir ko'rsatayotganini. Hozir axborot asrida yashayapmiz. Oldin texnika, texnologiya, asbob-uskunalardan jarohatlanish kuzatilgan bo'lsa, xavfli obyektlarda biz baxtsiz hodisalarni ko'proq tahlillarni amalga oshirib, katta ishlab chiqarishlardagi bo'layotgan baxtsiz hodisalar haqida gapirgan bo'lsak, lekin hozirgi kunda biz barcha sohalarda bu masalani kuzatishimiz mumkin. Lekin bunga e'tibor qanday ekanligini keyingi mavzularimizda albatta men sizga batafsil misollari bilan gapirib beraman. Chunki bu odamlarni juda qiziqtiradigan masala. Qanaqa qilib ish joyida masalan o'lib qoldi, yurak xurujiga uchradi va uni tabiiy o'lim deb rasmiylashtirib shu bilan ish bilan bog'lanmadi yoki bo'lmasam
Yana shunday holatlar borki, biz albatta keyingi mavzuda yoritamiz deyapmiz. Odamlar xuddi o'zini hozir men gapirayotganda, menda ham ish joyimda bor-ku shu holat. Demak, menda ham ish bilan bog'liq baxtsiz hodisa sabab bo'lishiga olib keladigan omillar bor ekan. Nimaga e'tibor qaratishim kerak ekan degan savollarni berishadi. Men albatta bu haqda keyingi siz bilan suhbatimizda batafsil gapirib beraman. Kasb uyushmalari tomonidan olib borilgan tahlillar ko'proq ko'rsatmoqda. Bu qurilish sohasida, xavfli ishlab chiqarish obyektlarida, energetika tizimidagi tashkilotlarda judayam ortib ketgan soni baxtsiz hodisalarni. Bularni asosiy sababi, biz birinchi sababini norasmiy bandlik deb aytadigan bo'lsak, ikkinchi sababi ularni maxsus kiyim-bosh, maxsus poyabzal, shaxsiy jamoaviy himoya vositalari bilan yetarli ta'minlanmasligi. Misol keltiramiz. Masalan, qurilish tashkilotlari hozir juda katta qurilish maydoniga aylangan desam mubolag'a emas. O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida juda katta qurilishlar ketyapti, lekin aynan mana shu qurilishlarda mehnat qilayotgan ishchilarni barchasida maxsus kiyim-bosh kiyganmi va ular yetarli talabga javob beradigan ish sharoitlari bilan ta'minlanganmi degan savollar bizni hozir birinchi diqqat markazimizda turibdi. Masalan, balandlikda ishlayotgan albatta himoya kamarlarini taqish kerakligi yoki boshiga nimadir tushib ketishi mumkin bo'lganda kaskalarni boshiga kiyish kerakligi. Lekin shunday holatda yoki o'sha qaysidir asbob uskunalardan foydalanayotganda tegishli qo'lqoplar bilan himoyalangan bo'lish kerakligi holda shulardan, shaxsiy himoya vositalaridan foydalanmasdan ishlaganda xodimlarda baxtsiz hodisalarni bo'lishi. Yoki biz energetika tizimini ko'ramiz. Energetika tizimida to'g'ri, mana hozir rozetkani ko'rib turib, 220 volt yozib qo'yilgan-ku, hammasi o'z o'rnida, joy-joyida, ofislarda ham bo'lishi mumkinmi yoki yana qayerda bu elektr bilan bog'liq baxtsiz hodisalar bo'lyapti deydigan bo'lsangiz, ko'proq simyog'ochlar yoki katta elektr kuchlanishlari yoki bo'lmasam umuman o'sha elektr tokini, demak, undan foydalanish jarayonida, undan ekspluatatsiya qilinish jarayonida qandaydir o'ziga yarasha texnik xizmat ko'rsatish paytlarida qoida talablarini bajarilmasligi yoki bunda ham tegishli shaxsiy himoya vositalaridan foydalanmaslik, nollanmaganlik holatlari yoki bo'lmasam aytaylik, o'sha hamma elektr tarmog'idan uzilgan holatda tegishli o'sha uzish, ulash ishlarini amalga oshirayotgan paytda o'ylamasdan bu yoqdan ikkinchi odam tomonidan o'sha elektr tokini ulab yuborgani oqibatda bu yoqdagi odamni jarohatlanishi yoki simyog'ochdan qulash holatlari yoki bo'lmasam yo'l transport hodisalariga uchrash. Har bitta sohani o'ziga yarasha biz tahlillarni amalga oshiramizki, eng ko'p baxtsiz hodisalar, mana hozir siz so'raganingizda sanoat tarmoqlarini yoki bo'lmasa qurilish sohasini aytib o'tdim, byudjet tashkilotlarida ham kam emas. U o'sha tibbiyot sohasi bo'lsin, ta'lim sohasi bo'lsin. Siz aytishingiz mumkin, ta'lim sohasida o'qituvchi bilan nima ko'p gapirgandan birdan ovozi yo'q bo'lib qoldimi, shu bilan baxtsiz hodisa bo'ldimi? Yo'q, buni oqibatida u kasb kasalligiga uchrashi mumkin. Tibbiyot xodimi qanaqa qilib birdaniga baxtsiz hodisaga uchrashi mumkin? Ko'proq ular bilan bo'ladigan, masalan, tez yordam mashinalarida tezkorlik bilan ketayotganda yoki o'sha qandaydir baxtsiz hodisalarga uchrashlarini ko'ramiz yoki aloqa xodimlarini biz ko'ramiz. Qurilish montaj ishlarini amalga oshirish jarayonlarida, antennalarni o'rnatish jarayonlarida, baland tomlarda yurib ishlash jarayonlarida xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak. Lekin mana shu qoidalarga rioya qilmagan holatlarda xodimlarni bilim malakasi yetishmasligini oqibatida ham baxtsiz hodisalar sodir bo'lishi mumkin. Har bitta baxtsiz hodisa o'zini unikalligi bilan, ya'ni bunda qars ikki qo'ldan, har doim ham ish beruvchi sharoit yaratib qo'ygan bo'lishi mumkin, lekin xodim o'sha mehnatni muhofaza qilish yo'l yo'riqlarini olmagan bo'lishi mumkin dastlabki tarzda yoki ish joyida yoki yo'riqnoma talablari bilan tanishtirilmagan bo'lishi mumkin yoki u tegishli yo'nalishda ishga qo'yishdan oldin ruxsatnoma olmagan bo'lishi mumkin. Shunday ishlar bor, xavfli ishlar, ularga ruxsatnoma olib keyin ruxsat beriladi. Ruxsatnoma berish jarayoni uni o'qitilishi bilan bog'liq. Ya'ni o'sha tegishli malakaga ega bo'lgan bilimni olgandan keyin o'qitib, imtihon topshirgandan keyin unga ruxsatnoma beriladigan ishlar bor. Ya'ni biz hozir mana qurilish, montaj ishlari deyapmiz, demontaj ishlari deyapmiz, to'g'ri. Buni aynan shu kasbda ishlayotganlar tushunadi. Men endi soddaroq xalqchil tilda gapirishga harakat qilyapman. Hamma sohada
hamma odam mehnat qiladi. Hattoki biz endi rasmiy mehnat qilayotgan band bo'lganlarni gapiryapmiz, norasmiy band bo'lganlar ham mehnat qiladi. Ular bilan ham baxtsiz hodisalar sodir bo'lishi mumkin. Biz norasmiy ishlayotganlarga har doim aytamiz, rasman band bo'ling, chunki sizni mehnatingiz muhofaza qilinadi. Kasaba uyushmalariga a'zo bo'ling, sizni mehnat huquqlaringiz himoyalanadi deymiz. Nimaga? Agar siz rasman band bo'ladigan bo'lsangiz, nafaqat mehnatingizga haq olasiz. Siz baxtsiz hodisaga agar uchraydigan bo'lsangiz, mana hozir bizni tinglab kuzatib turgan odamlar norasmiy band bo'lganlar o'ziga xulosa chiqarishi mumkin. Baxtsiz hodisaning oqibatida bir yo'la to'lanadigan to'lovlar bor, zarar to'lovlari ish beruvchi tomonidan xodimga nisbatan. Oyma-oy to'lab beriladigan to'lovlar bor. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqalari bor. Kasal bo'lsa kasallik varaqalari orqali demak to'lovlar bor, nafaqalarini to'lash. Mana shularning barchasidan mahrum bo'ladi norasmiy band bo'lganlar. Lekin rasman band bo'lganlar ham baxtsiz hodisaga uchragandan keyin ushbu to'lovlarni olishi qanday rasmiylashtirilishini bilmaydigan holatlari ham bor. Va bu haqda ham men gapirib o'tishim kerak, sababi avvalambor baxtsiz hodisalar haqida gapirganimda men yengil, og'ir, o'lim bilan tugagan deb aytib o'tdim. Yengil holat ish beruvchi tomonidan 3 kun ichida tekshirilgandan keyin bunda ish bilan bog'liq deb topiladigan bo'lsa, bunday holatda N1 shaklidagi dalolatnoma rasmiylashtiriladi va aynan ish bilan bog'liq ekanligini rasmiylashtirilgan mana shu N1 shaklidagi dalolatnoma asos bo'ladi unga tegishli to'lovlarni to'lab berilishiga. Masalan, u aytaylik qaysidir dori-darmonga muhtoj edi, o'sha dori-darmonni ish beruvchi tomonidan to'lab berilishi mablag'larini. Yoki u qat'iyadir transportirovka больницаga, shifoxonaga olib borilishi kerak edi. O'sha olib borilishi, olib kelinishi, xarajatlarini ham qoplab berilishi. Salomatligini tiklanishi bilan bog'liq bo'lgan barcha xarajatlarni qoplab berilish masalasi. Bu hozir faqat yengil holat haqida gapirdim. Endi og'ir holatda ham qisman gapirib ketadigan bo'lsam, masalan, agar xodim og'ir holatdagi vaqtsiz hodisaga uchraganini biz qayerdan bilamiz desangiz, buni ham sxemasiga ko'ra ish beruvchi tegishli o'sha mutasaddi organlarni xabardor qilar ekan, o'shani sababli maxsus komissiya ishini boshlaydi. Maxsus komissiya tegishli tibbiyot ekspertiza xulosasini oladi. Tibbiyot ekspertiza xulosasida aynan yoziladi, bu o'rtacha og'irmi, og'ir holatmi. Endi og'ir yoki o'rtacha og'ir holat deyilgandan keyin buni o'zini jarayonlari bor, tekshirish, o'sha so'rovlar o'tkazish, sxemalarini chizish, o'sha joylarni ko'zdan kechirish va hokazo. Va uni asosiy sabablarini aniqlash. Yakunda men odamlarga eng kerak joyini aytaman, agar shu holat ish bilan bog'liq deb topiladigan bo'lsa, u endi salomatligini yo'qotyapti-yu. Salomatligini yo'qotish tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari tomonidan belgilab beriladi. Necha foiz salomatlik yo'qotildi? Salomatlik yo'qotilishi bu oyma-oy zarar to'lovlarini to'lab berilishiga asos bo'ladi. Og'ir holatga uchraganda tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari u ishni davom ettira olmaslik masalasiga ham xulosani beradi va salomatlikni yo'qotilishini foizini ham belgilab beradi. Agar tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari ishini davom ettirishi mumkin, lekin shuncha foiz salomatlik yo'qotilgan yoki bo'lmasam bu ishdan yengilroq ishga o'tkazish kerak yoki ishni davom ettira olmaydi kabi bergan xulosalardan kelib chiqqan holatda, demak, ish beruvchiga berilgan mana shu xulosalar asosida kelgusida xodimning ishi tashkil etiladi. Agar u ishini davom ettira oladi, lekin salomatligini yo'qotilish foizi mana shuncha degan bo'lsa, demak u mehnatiga haq oladi va salomatligini yo'qotilishi bo'yicha o'sha foizdagi to'lovlarni ham oladi. Agar 40%, 30% salomatligini yo'qotilishi, ziyon to'lovlar to'lab berilishi bo'yicha xulosa berilgan bo'lsa, demak u mehnatiga haq to'lanishidan tashqari mana shu oyma-oy to'lovlarni ham oladi. Va bir yo'la to'lovlar og'ir baxtsiz hodisada 1 yillik o'rtacha ish haqidan kelib chiqadi. Og'ir baxtsiz hodisa bo'lsa ishlanmaydigan darajada bo'lsa kerak. Bu 15 kun davomida maxsus tekshiruv o'tkazilar ekan, avvalambor u ish bilan bog'liq yoki yo'q ekanligiga e'tibor qaratiladi.
ish bilan bog'liq deb topilib N1 shaklidagi dalolatnoma rasmiylashtirilsa, uni natijasida uni salomatligini yo'qotilish foizlari belgilanadi va salomatligini yo'qotilish foizi belgilanishi bilan birgalikda ishini davom ettira olmasligi ham aniqlik kiritiladi. Chunki og'ir holatda nafaqat ishni davom ettira olish, balki nogironlik belgilanishi va uni kelgusida bu ishni bajara olmaslik holati ham bo'lishi mumkin. Agar unga birinchi toifadagi nogironlik belgilansa, u kelgusida ishini davom ettira olmaydigan bo'lsa, demak o'sha foizda unga nafaqalar belgilanadi va shu to'lovlarni u oyma-oy olib borish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi yana bitta savol tug'ilyapti-da, Nodir opa. Biror ishchi bilan o'z ishxonasida baxtsiz hodisa sodir bo'ldi. U birinchi bo'lib kimga murojaat qilish kerak? Nima qilish kerak baxtsiz hodisaga Juda uchragan yaxshi. odam? Judayam kerakli savolni berdingiz. Masalan, agar xodim bilan baxtsiz hodisa sodir bo'lsa, u salomatligiga ziyon yetkazilganini bildi va u ishini davom ettira olmaydigan holatda bo'lsa, avvalambor u o'zini tegishli bo'linmasini rahbariga va kasaba uyushmasiga xabardor qiladi. Demak, birinchi xabar berish xodimni o'zi yoki xodimni o'zi xabar berish sharoitida bo'lmasa, bunga guvoh bo'lgan inson ikkita odamga xabar beradi. Birinchisi bevosita bo'linma rahbari va kasaba uyushmasi. Bo'lim rahbari tomonidan tezkorlik bilan ish beruvchiga, ya'ni birinchi rahbarga xabar berilishi shart. Endi xabardor qilindi. Xodim shu kuni ishini davom ettira olmasa, u tibbiyot muassasasiga yuboriladi va salomatligiga yetkazilgan ziyon miqdori, ya'ni u qanchalik darajada ziyon olgani aniqlanadi. Bir ish kunidan ortiq vaqt yo'qotildimi, bu holat albatta ish beruvchi tomonidan tekshirilishi shart. Bu qonunchilik hujjatida belgilangan. Agar bir ish kunidan ortiq yo'qotmasa, demak, biroz o'zini yomon his qildi, lekin yana ishini davom ettirib ketdi. Bunday holat yengil holat hisoblanmaydi. Yengil holatni xulosasi tibbiy xulosaga asosan, ya'ni tibbiy ekspert xulosasiga asosan aniqlanadi. Endi ko'pchilikda savol tug'iladi. O'lim bilan tugagan baxtsiz hodisalarda bir marta to'lanadigan to'lovlar bor va oyma-oy to'lanadigan to'lovlar bor. Bu nimaga qarab aniqlanadi yoki oyma-oy to'lanadigan to'lovlar kimlarga beriladi? Shu haqida ham aytib bering. O'lim bilan tugagan baxtsiz hodisa bo'ldi. Avvalambor baxtsiz hodisalarni qayerda, kim bilan, nima sababli degan savollarning javoblariga aniqlik kiritib olishimiz kerak. Qaysi holatlarda ekanligi mana hozir ekranda ko'rinadi. Maxsus tekshirilishi ko'rsatib o'tilgan qonunchilikda. O'sha joyga qo'yib yuborasiz, men sizga tayyorini beraman. Va endi o'lim bilan tugadi. Zudlik bilan ish beruvchi ish jarayonida bo'lganda, ish vaqtida, ya'ni ish beruvchini hududida sodir bo'lyapti baxtsiz hodisa yoki ish beruvchini topshirig'i bilan o'sha ishni bajarish jarayonida bo'lyapti. Biz hozir ekranda ko'rsatib o'tdik qaysi holatlar ekanligini va mana shu baxtsiz hodisa maxsus vakolatli organga xabardor qilinishi bilan komissiya tuziladi va bu komissiya maxsus tekshiruvni boshlaydi. Maxsus tekshiruv xulosasi 15 kunlik maxsus tekshiruv yakunlaridan keyin chiqadi. Maxsus tekshiruv yakunlarida demak, komissiya a'zolarining alohida fikri ham bo'lishi mumkin. Albatta, bunda kelishuv asosida kasaba uyushmalari ham ishtirok etadi va bu xodimlarning vakillik organi sifatida, chunki xodimning huquq-manfaatlarini himoya qilish kasaba uyushmalarining zimmasida. Davlat organlariga, maxsus vakolat berilgan organlarga bu tekshirish huquqi berilishi bilan birgalikda xodimlarning vakillik organini ham mana shu maxsus komissiya tarkibiga kiritilishi bejizga emas. Endi bu bog'liq deb topildi. Mayli, komissiya jarayoni, tekshiruv jarayonlaridan biz tezkorlik bilan o'tib ketdik deb hisoblaymiz. Bog'liq deb topilgandan keyin mana shu ishlab turgan vaqtidan orqaga, demak 12 oy hisoblanib, uni o'rtacha mehnatiga haq to'lov
kelib chiqadi summalari. Mana shu kelib chiqqan summa asosida 6 yillik uni mehnatiga haq to'lanishi masalasidan kelgan holatda 6 yillik to'lov to'lab beriladi. Agar jamoa shartnomalarida bevosita undan imtiyozliroq shartlar belgilangan bo'lsa 6 yil emas, 7 yil, 8 yil undan ham ko'proq to'lab berilishi mumkin. Endi bu albatta imtiyozliroq shartlar ish beruvchi bilan kasaba uyushmalarining kelishuvga asoslanib belgilangan hujjatda ko'zda tutilgan bo'ladi. Endi biz boshqa jihatga e'tibor qaratamiz. Boyagi bir yo'la to'lanadigan to'lov. Xodim o'lib ketdi-yu. Kimga beriladi o'zi degan savol. O'zi beriladimi? Berilsa kimga beriladi? Bu xodim o'zi kim edi? Ya'ni kimnidir farzandi, kimnidir turmush o'rtog'i, to'g'rimi? Masalan, o'sha o'lim bilan tugagan xodimni ota-onasi bor edi. U ota-onasini farzandi, ota-onasi buni qaramog'ida edi. Masalan, shu o'lim bilan tugagan xodimni qaramog'ida edi. Demak, shunday holatda o'lim bilan tugagan baxtsiz hodisani 6 yillik bir yo'la to'lovi boyagi qaramog'idagi ota-onasi, o'lim bilan tugagan xodimni qaramog'ida bo'lgan ota-onasiga beriladi. Endi u xodimni agar turmush o'rtog'i ham, farzandlari ham bo'lgan bo'lsa-chi, turmush o'rtog'i ham ishlamaydi. Farzandlari hali voyaga yetmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda albatta ularga ham demak teng miqdorda qonunchilik o'zi belgilab qo'ygan. Birinchi qismi kimga qaysi hissasida beriladi, bundan tashqari ziyon to'lov, boquvchisini yo'qotganlik nafaqalari oyma-oy qanday to'lab beriladi. Mana shu masalalarni ham birma-bir ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi. Avvalambor aniqlik kiritib olamiz. Bu xodimni o'lim bilan tugagan, demak jabrlanuvchi deb aytaylik, jabrlangan o'lim bilan tugagan xodimni demak kimlari bor edi va ular o'zi mehnatga layoqatlimi? Ya'ni ular mehnat qiladimi, qilmaydimi? Yoki ular boqamandalarmi yoki boqamanda emasmi? Bu jihatga e'tibor qaratiladi. Agar uning boqamandalari yo'q bo'ladigan bo'lsa, shunga ham diqqat qaratish kerak. Hech kimga boyagi 6 yillik to'lov to'lab berilmaydi. Bir jihatga diqqat qaratishingizni so'rayman. Endi aytaylik, mana shu o'lim bilan tugagan holatdagi jabrlangan, uni ota-onasi bor edi, turmush o'rtog'i bor edi. Turmush o'rtog'i ham mehnatga layoqatli, qaysidir bir muassasada, tashkilotda ishlaydi, mehnatiga haq oladi. Ota-onasi ham mehnatga qobiliyatli, hali pensiya yoshiga yetmagan va otasi ham, onasi ham mehnatga haq olishadi. O'g'li bilan, demak, o'lim bilan tugagan baxtsiz hodisa sodir bo'ldi. Bu holatda oilada ota-ona ham, boyagi o'lim bilan tugagan jabrlangan marhumning ham turmush o'rtog'i hamma ishlayotganligi sababli hech kimga bir yo'la to'lov to'lab berilmaydi. Qaysi holatda to'lanadi deganda qisqa javob, uni boqamandalari bo'lganda to'lab beriladi. Ya'ni boqamandalari u mehnat qilyapti oilada, uni boqamandalari farzandlari, boqamandalari turmush o'rtog'i, boqamandalari uni ota-onasi yoki uni vasiylikka olgan farzandlari bo'lishi mumkin. Mana shunday holatlarda ularga to'lab beriladi. Va ularga demak, masalan aytaylik, boyagi o'lim bilan tugagan holatda uni ota-onasi ishlardi, lekin turmush o'rtog'i ishlamaydi. Turmush o'rtog'idan tashqari uni 2 nafar farzandi bor. Farzandlari bittasi aytaylik 4 yosh, bittasi 2 yosh, yana bittasiga homilador edi. Ikkita farzandiga, xotiniga, demak turmush o'rtog'iga oyma-oy zarar to'lovlari hisoblab chiqiladi. Endi boyagi ayol homilador edi-yu, turmush o'rtog'i o'lgan paytda. Farzandi tug'ilgandan keyin, o'limidan keyin ham boyagi farzandiga yana qayta hisoblanadi. Oyma-oy to'lab beriladigan zarar to'lovi va u 18 yoshga yetguncha to'lanadi. Bunday norma hozir mana yangi mehnat kodeksida biz ko'rishimiz mumkin. U 18 yoshga yetgandan keyin balki hali mehnatga qobiliyatli bo'lgani bilan qaysidir joyga ishga kirib mehnat shartnomasini rasmiylashtirib ishlamas, balki u oliy ta'lim muassasasida o'qishini davom ettirayotgandir. Bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, demak u 23 yoshga to'lgunicha, chunki u o'qiyapti, mana shu hozirgi zarar to'lovlarini olish huquqiga ega bo'ladi farzandlari. Nodir opa, mana hozir ko'p statistikalarni keltirdingiz. Ishxonalarda baxtsiz hodisalar
soni ko'paygan deb ta'kidladingiz. Demak, nimalar qilishimiz kerak bu raqamlarni kamaytirish uchun? Kasaba uyushmalari federatsiyasi qanday yondashyapti bu narsalarni kamaytirish uchun, baxtsiz hodisalar? Bilasizmi, man bir narsani hozir gapirib o'tdim. Statistikani keltirganimda turli sonlarni keltirdim. Davlatda boshqa son aytdim, xavfli obyektlarda boshqa sonni aytdim, yoki bo'lmasam kasaba uyushmalariga a'zo tashkilotlarda boshqa sonni aytib o'tdim va ularni hisobga olish tizimida ham biroz muammolar borligini aytib o'tdim. Sababi bu tizimni birinchi bo'lib yo'lga qo'yishimiz kerak. Qachonki hisobdorlik bo'lmasa, bizni o'zi holat qanday ekanligini aslini bila olmaymiz. Aslini bilib to'g'ri tahlillar qilishimiz uchun birinchi bo'lib bizaga aniq raqamlar va aniq holatni ko'rinishi kerak. Bitta yengillikni aytaman sizga. Oxirgi marta O'zbekistonda mehnatni muhofaza qilishi umumiy ko'rinishi 2008-yilda yozilgan. Qariyb 20 yilga yaqin davr mobaynida hali biror marta mehnat muhofazasi ko'rinishi O'zbekistonda yozilmagan. 18-yilda shuni yozishga bir harakatlar bo'lgan, lekin boyagi biz aytib o'tgan uch tomonlama hamkorlik, ya'ni kasaba uyushmalari, hukumatlar, ish beruvchilarni hammasini bir yoqadan bosh chiqarib, bir qandaydir ma'lumotlarni bir joyga qo'yib, bir tahlillar, preventiv choralarni ko'rishdagi ishlarni yetarli emasligi sababli shu paytgacha ham bo'lmagan. Mana hozir juda bir katta yangilik bo'lyapti O'zbekistonda. Mana yaqin kunlarda biz mana shu fevral oylarining oxirlarida kutyapmiz. O'zbekistonda mehnat muhofazasining ko'rinishi taqdimoti bo'lib o'tadi va bunda kasaba uyushmalari ham faol ishtirok etyapti. Ko'rinishi deganda Kasaba uyushmalari ko'rinishi deganda o'zi nimani tushunishimizni men oddiyroq tushuntirib aytishga harakat qilaman. Masalan, uy deganda siz bitta binoni tomi bor, derazasi, eshigi bor, ko'zingiz oldiga keladi. Inson deganda ikkita ko'zi, burni, qosh, ko'zi, ikkita oyoq, qo'li bor, ko'zingizga keladi. Ko'rinish, profil. Ya'ni hamma narsani ko'rinishi bo'ladi. Endi mehnat muhofazasini ko'rinishi o'zi qanaqa bo'ladi? O'zi mehnat muhofazasi nima degan narsadan kelib chiqadi. Albatta, mehnat muhofazasi katta tizim-ku, bu yerda xavfsizlik, salomatlik, insonning kasbiy qobiliyati yo'qotilishi va hokazo juda bir ilmiy yondoshib ketishimiz ham mumkin. Lekin oddiy so'z bilan aytganda, mana shu odamni ishga salomat borib, uyiga salomat qaytishi uchun O'zbekistondagi milliy qonunchilik qanday? Ya'ni milliy qonunchilik shu sizni uydan chiqib ketdingiz, ishxonaga bordingiz, ishxonada siz o'zingizni qaysidir kasb, ishingiz, faoliyatingiz turi bilan shug'ullandingiz va uyingizga yana sog' salomat qaytib kelishingiz uchun birinchi bo'lib milliy qonunchilik qay holatda ekanligi. Kodeksmi, mehnatni muhofaza qilish to'g'risida qonunmi, mehnat xavfsizligi qoidalarimi, sanitariya qoida normalarimi, yana boshqa qurilish me'yor qoidalari, texnik hujjatlarmi, bular o'zi bormi? Bor bo'lsa, qanday holatda va ular qanday talabni belgilagan? Bizda mana shu ishni amalga oshirishimiz uchun qanday normalar bor? Endi yana ham soddoroq aytadigan bo'lsam, masalan, og'ir yuklarni ko'tarish bilan ishlaydigan yuk ko'taruvchi, misol uchun. Har kuni uyidan ishiga chiqib ketdi, endi ishiga bordi, ish joyiga borgandan keyin boyagi ishi uni yuk ko'tarish bilan bog'liq. Masalan, yuk ko'tarish me'yorlari belgilab qo'yilgan, bir kunda necha kilogramm, tonna va hokazo jamlab hisoblaganda yoki bir marta ko'targanda, yerdan egilib turib ko'targanda yoki yuqori yuzadan olib qo'yganda, buni erkak kishi bajaryaptimi, ayol kishi bajaryaptimi, voyaga yetmagan bajaryaptimi va hokazo. Demak, har birini normasi belgilab qo'yilgan. Yoshidan kelib chiqib, qonunchilik asosida. Men nimaga hozir aynan bitta misolni keltiryapman? Hamma sohada bu o'ziga yarasha normalar bor. Mana shunday normalar. Demak, hozir yuk ko'tarish bilan bog'liqni yana ozgina joyini to'ldiradigan bo'lsam, misol uchun yuk ko'tarishda aytaylik bir joydan ikkinchi joyga ko'tarayotganda, agar shu ko'taradigan yuki 50 kilogrammdan og'ir bo'lsa, buni odam bir o'zi emas, balki bu joydagi ish mexanizatsiyalashgan bo'lsin degan talab bor. Lekin shu talab bajarilmadimi? Demak, bu xodim bilan nafaqat kasb kasali, balki boshqa bir og'ir holat sodir bo'lishi mumkin.
Demak, bu milliy ko'rinishdagi birinchi qonunchilikni asosi bo'lgan qoidalarda yozilishi qanday degan bu birinchi talabi. Xuddi shunday talablar, demak, qonunlar, qoidalar, normalar dedik-ku. Endi bu normalarni ishlashida kimlar ishtirok etadi? Ya'ni nazorat kimni zimmasida? Mana shular bajarilayotgan yo'qligini davlat nazorat qilyaptimi? Jamoatchilik nazorat qilyaptimi? Yoki xodimlarni o'zi nazorat qilyaptimi? Va bu tizimda bevosita yana kimlar ishtirok etyapti? Ilmiy tadqiqot institutlarimi? Shu holatni kim o'rganyapti? Va bu masalalar ham boyagi milliy ko'rinishda ko'rinadi. Bunga nima misol keltiramiz? Masalan, mehnat qonunchiligi, hozir mana yuk ko'tarish me'yoridan misol keltirgan bo'lsak, shu joyda qonun buzilish talabini mehnat inspektori kelib ko'rsa, ish beruvchiga, demak, taqdimnoma kiritadi va aytadi, siz qonun buzilish mana bu bandini, qoidani bajarmayapsiz deydi. Agar xodimlarni o'zini vakillik organi bo'lsa, shu zahoti ish beruvchiga talabnoma kiritadi, aytadi, bu yerda qonun buzilish holati bor, mana bu qoidada shunday yozilgan ekan. Va hokazo. Demak, jamoatchilik, davlat nazoratlari haqida hozir bir chekkaga o'tamizda, endi mana shunday holat O'zbekistonda qancha? Tarmoqlar kesimida, hududlar kesimida. Bu ham milliy ko'rinishning bir qismi hisoblanadi. Ya'ni iqtisodiyot tarmoqlarida, xavfli obyektlarda yoki byudjet tashkilotlarida yoki bo'lmasam xizmat ko'rsatish sohasida, umuman iqtisodiyot tarmoqlarini sohalar kesimida qancha qoida buzilish holatlari bor? Qanchasi vaqtida bartaraf etilyapti? Endi yana keyingi holat. Bu tekshiruvlar bo'lishiga qaramasdan baxtsiz hodisalar bo'lyaptimi? Ha, bo'lyapti. Bo'layotgan bo'lsa, ularni qanchasi yengil, og'ir, o'lim va hokazo. Va bular hisobga olinishi qanday? Va ularni hisobdorligi masalasini yuritilishida yagona tizim mavjudmi? O'zbekistonda biz qayerdan shu ma'lumotlarni olishimiz mumkin? Va mana shunday milliy ko'rinishni hisobdorligi har yili hukumat tomonidan qayerda berib boriladi? Mehnatni muhofaza qilishning milliy ko'rinishida biz hozirgi aytayotgan aynan mehnat muhofazasining huquqiy asosi, mehnat sharoitlari, mehnat sharoitlarida ishlayotgan xodimning salomatligi, uning kasb qobiliyati saqlanishi, mana shu joydagi mehnat sharoitlarini ilmiy tadqiqotlar, ya'ni shu ish o'rinlari odamni ishlashiga mosmi? Masalan, ofis xodimlari deb ayting, ofis xodimi o'tirganda, demak, o'tirgan stulni balandligi qanday bo'lishi kerak yoki oyoq qancha qiyalikda ko'tarilgan yoki tushirilgan holatda bo'lishi kerak, qancha muddatda u o'rnidan turib yoki o'tirib yoki kompyuterdan uzoqlikda, yaqinlikda unga tushayotgan sun'iy tabiiy yorug'lik qancha lyuks bo'lishi yoki bo'lmasam deraza qaysi tomonda bo'lishi, uni o'tirib ishlashiga, umuman ergonomikasiga qo'yilgan talablar qanday bo'lishi kerakligi, bu shunchaki qoidalar belgilanmaydi. Uni ilmiy tadqiqot institutlari tomonidan, olimlar tomonidan tadqiq etilgan holatda o'sha qaysi kasblar nima kasalliklarni keltirib chiqaryapti, qaysi ish o'rinlarida qancha kasallik varaqalari rasmiylashtirilyapti, qancha odam kasal bo'lyapti va shu kasallikni oqibatida qanday og'ir oqibatlar kelib chiqyapti yoki yana boshqa holatlar. Milliy ko'rinishni hozir loyihasi tayyorlangan O'zbekistonda 17 fevral kuni, demak, 3 tomonlama hamkorlar tomonidan va shunga mutasaddi bo'lgan tashkilotlar tomonidan milliy ko'rinish bir joyga jamlangan holatda e'lon qilinishi oldidan validatsiya, ya'ni kelishuv, hamma shu masalani to'g'ri ekanligini ifodalanishi, haqiqatda ekanligini tasdiqlagandan keyin bu e'lon beriladi. Bu juda katta tarixiy voqelikdan biri bo'ladi va bu masalada aynan kasb uyushmalarining ishtiroki, bu aynan xodimlarni mehnat huquqlari, mehnat muhofazasi nuqtai nazaridan juda ham muhim. Aynan xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratilayotgani, ularni ish joyidagi xavfsizligini ta'minlanishi masalasini ish beruvchilarga, o'sha hukumatga talab qilishi nuqtai nazaridan kelib chiqqan holatda ham biz ko'rishimiz mumkin. Bu men o'ylayman, O'zbekistonda mehnat qilayotgan barcha mehnatkashlar uchun juda bir katta yangilik bo'ladi. Sodir bo'lgan baxtsiz hodisani yashirish holatlari ham bor deb aytdik, yoki ish beruvchi tomonidan ushbu holatlar yashirilib,
demak tekshirilmaslik holatlari ham bor deb aytdik. Bu holatni javobgarlik masalalarini keltirib chiqarishni ham aytib o'tishim kerak, chunki ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ham belgilab o'tilgan. Mana hozir ekranda ko'rib turibsiz, necha baravargacha bazaviy hisoblash miqdorini birinchi marotaba sodir etilganda, qayta sodir etilganda ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin ekanligi va o'lim bilan tugagan holatlarda, aynan baxtsiz hodisalarni yashirganlik holatida yoki tekshirilmaganlik holatlarida, umuman baxtsiz hodisalarning kelib chiqish sababli xodimni salomatligiga ziyon kelgan holatlarda 3 yildan 5 yilgacha demak ozodlikdan mahrum etishga oid jinoiy javobgarlik masalalari ham belgilab qo'yilgan. Baxtsiz hodisalarni bu yerda turlarini ham keltirganman. O'sha og'ir, guruhiy, yengil, o'rtacha darajadagi og'ir va og'ir holatlardan tashqari guruhiy holatlarni 11 nafardan ortiq bo'lgan odam bilan ham baxtsiz hodisa sodir bo'lishi mumkin. Agar 11 nafardan ortiq odam bilan guruhiy baxtsiz hodisa bo'lsa, bunda hukumat tomonidan tekshiriladi. Bunda уже maxsus vakolatli organlar emas, balki Vazirlar Mahkamasining komissiyasi tekshiradi. Endi xabardorlik bo'yicha ham so'radilar. Xabardorlik bo'yicha masalan kimdir jabr ko'rdi. Jabr ko'rgan odam yoki o'sha jabr ko'rgan to'g'risida kimdir buni ko'rib qoldi, u yiqilib tushdida zinadan o'rnidan tura olmayapti. Tezgina unga birinchi yordam ko'rsatish kerak va bu haqida o'sha bo'lim rahbariga, tegishli bo'lim rahbariga xabar berish kerak. Shuning uchun ham eng birinchi немедленно сообщить degani, ya'ni tezkorlik bilan xabar beriladi degani, o'sha bevosita o'zini bo'limini rahbariga, ish beruvchi bilan kasaba uyushmasiga xabardor qilishi. Tibbiyot punkti bo'lishi mumkin. Tibbiyot punktiga xodim jarohatlandi-da, ish beruvchiga ham yetmadi, bo'lim boshlig'iga ham yetmadi, lekin tibbiyot punktiga borib qandaydir bir tibbiy yordam oldi. Tibbiy yordam olishda o'sha jarohatiga malham qo'ydirdi yoki bo'lmasa bu og'ir jarohat edi, lekin o'zi bilmadi shu og'ir jarohatligini-da, borib undan qanaqadir tibbiy xizmatni olgani haqida tibbiyot punkti o'ziga belgilaydi va bu haqida boyagi xodim aytmagan. Lekin u ish beruvchiga darrov kasaba uyushmasiga ham xabar qilish kerakligi belgilab qo'yilgan bir sutkani ichida. Chunki biladi bu shu ish paytida bo'ldi, lekin u aytdimi ish beruvchiga aytmadimi, shundan kelib chiqqan holatda demak tibbiyot punkti ham o'sha tashkilotga xabar berish kerak. Ish beruvchi o'zini o'rnida aynan sxema belgilangan maxsus vakolatli organ, bizda bilasizlar, kambag'allik qisqartirish bandlik vazirligida mehnat inspeksiyasi bor. Hududlarda ham mehnat texnik inspeksiyalarini, mehnatni muhofaza qilish inspektorlari faoliyat yuritar ekan, aynan o'sha hududiy mehnat texnika inspeksiyasiga murojaat etish kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda o'zini yuqori turuvchi organiga xabar berish kerak bo'ladi, ichki ishlar organiga xabar berish kerak bo'ladi, mehnat vazirligiga xabar berish kerak va bizda yana ikkita shunaqa organ bor. Bu sanoat, radiatsiya, yadro xavfsizligi qo'mitasi va energo inspeksiya, ya'ni energetika tizimidagi tashkilotlar ustidan nazorat qiladigan energo nazorat inspeksiyasi bor. Agar ularni nazorati ostida bo'ladigan bo'lsa, demak ularga ham xabar berish kerak bo'ladi. Xabardorlik tizimini ham darrov ish beruvchi bajarishi lozim ekanligi ko'zda tutilgan. Agar bu o'z paytida javob xabarini bermagan bo'lsa, bunaqa holatda demak ish beruvchiga men yuqorida aytib o'tgan hatto jinoiy javobgarlikkacha tortish holatlariga sabab bo'lishi mumkin. Yengil holat bo'ladigan bo'lsa, yengil holat albatta ish beruvchi tomonidan tekshiriladi 3 kunning ichida. Endi guruhiy holat, og'ir holat, o'rtacha darajadagi og'ir holat yoki o'lim bilan tugagan holatlar biz hozirgi xabar bergan organlar tomonidan tuziladigan demak komissiyalar tomonidan tekshiriladi. Komissiyalarning tarkibiga kasaba uyushmalari va sug'urta kompaniyalari ham kelishuv asosida kiritiladi. Va mana shu komissiyalarning tarkibiga kiritilgan o'sha kasaba uyushmalari yoki sug'urta kompaniyalari yoki o'sha aynan komissiya tarkibiga kiritilgan ish beruvchini vakillari bo'lishi mumkin, ularning alohida fikrlari bo'lishi mumkin. Maxsus vakolatli organdan tashqari, demak, dalolatnoma rasmiylashtirayotganda alohida fikrlar bo'lsa, alohida fikr bilan deb ham o'zlarini xulosalarini o'shanga yozib qo'l qo'yishlari mumkin bo'ladi. Endi 11 tadan ortiq holatni Vazirlar Mahkamasining komissiyasi tekshirishi to'g'risida ham ma'lumotlarni aytib ketdim. Yengil holat bo'lganda biz ko'ryapmiz, mana rasmiylashtirilganda biz hozirgi aytdik, akt tuziladi, M1 shakldagi dalolatnoma rasmiylashtiriladi dedik. Mana shu M1 shakldagi dalolatnoma qaysi holatda 3 ta tuziladi?
qaysi holatda 4 ta tuziladi. Bularni ham aynan qonunchilik aniq belgilab qo'ygan. Va u asl nusxalar o'zi kimlarga berilishi kerak? Endi bir shaklidagi da'vatnomani. Avvalambor o'sha jarohatlangan yoki jabrlangan yoki jabr ko'rganni vakiliga berish kerak birinchi nusxasini. Bu yengil holatda albatta o'sha tashkilotni mehnatni muhofaza qilish xizmati bo'ladi va bu xizmat kelgusida oldini olish chora-tadbirlarini ko'rishi uchun ham va o'sha tegishli hamma tekshiruv hujjatlari bilan birgalikda mehnatni muhofaza qilish xizmatiga beriladi va hududiy mehnat texnik inspeksiyasiga beriladi. Bu yengil holatda sodir bo'lgan endi bir shakldagi dalolatnomaning nusxasi, asli emas nusxalari kasaba uyushmasiga, yuqori turuvchi tashkilotiga, biz hozir yuqori turuvchi tashkilot deganda misol keltirdik, u agar maktabda bo'lgan bo'lsa yoki bog'chada bo'lgan bo'lsa, ularni yuqori turuvchisi o'sha xalq ta'limi vazirligi yoki bo'lmasam tibbiyot muassasasi yoki bo'lmasam sog'liqni saqlash vazirligi va hokazo iyerarxiya bo'yicha o'sib borar ekan, ularni o'zi yuqori turuvchi organiga va yuqori turuvchi xo'jalik organiga deb ko'zda tutilgan. Albatta ularga nusxalari yuborilishi shart, chunki bular barchasi hisobdorlik hujjatlari hisoblanadi va bularni oqibatda hali zarar to'lovlari haqida biz yana gaplashib o'tamiz. O'shaning uchun ham tegishli nusxalari ham, asl nusxalari ham kimlarga va qayerlarda saqlanishiga oid aniq normalar belgilangan. Endi bizda ayrim holatlarda e'tiborimizni asl nusxasi 3 ta emas 4 ta ham tuziladi deb. Sababi 4 ta tuzilishi har doim ham ishlab chiqarishni o'zida sodir bo'lmaydi baxtsiz hodisa. Ayrim holatlarda bo'ladi, masalan, bir ish beruvchidan boshqa ish beruvchiga xizmat safariga yuborilgan yoki amaliyot o'tayotgan talaba yoki bo'lmasam qaysidir bitta xavfli ishlab chiqarish obyektlarida bilasiz, o'sha gaz qutqaruv qismlari bor, harbiylashtirilgan kon qutqaruv qismlari bor. Ular bilan sodir bo'lgan baxtsiz hodisalar va hokazo. Demak, bularni barchasini aniq normalarda ko'rsatib o'tilgan. Mana shunday holatlarda ham demak yana bitta qo'shimcha tuzilgan asl nusxasi ish bilan bog'liq bo'lgan tashkilot o'zidagi tekshiriladigan baxtsiz hodisalarni dalolatnomalari yuborilishi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Va albatta yengil baxtsiz hodisa tashkilotni o'zini tomonidan hisobga olinadi va qaysi holatlarda kim bilan bo'lganda qanday hisobga olinishiga oid normalarni ham mana siz ekranda ko'rib turibsiz. Endi og'ir o'lim bilan tugagan guruhiy baxtsiz hodisa, o'rtacha darajadagi og'ir baxtsiz hodisalar deyapmiz. Bularni ham asli va nusxalari kimlarga berilishi qonunchilik bilan aniq ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda ham albatta o'sha jabrlangan, jabr ko'rgan yoki uni vakiliga birinchi nusxasi va hokazolar ko'zda tutilgan. Va bu yerda men ularni hammasini to'laligicha bitta ekranda ko'rsatishga harakat qilganman. Aynan baxtsiz hodisaning turlari, xabardorlik, tekshiruv va endi bir shakldagi dalolatnomalarning rasmiylashtirilishi va ular biz hozir ketma-ket etaplarni ko'rib o'tar ekanmiz. Sodir bo'ldi, xabar berildi, tekshirildi, tekshiruv yakuni rasmiylashtirildi dalolatnoma bilan. Lekin rasmiylashtirilgan dalolatnoma bilan to'xtadimi ish yoki keyingi etap nima bo'ladi degan savolni ham javobi, ya'ni hisobdorlik. Uni hisobdorligi qanday yuritiladi? Ya'ni buni hisobdorligi albatta endi bir shakldagi dalolatnoma yagona milliy mehnat tizimidagi maxsus idoralararo apparat dasturi bor, kompleks dastur bor tizim. Mana shu dasturga kiritilishi shart. U ish beruvchi tomonidan demak kiritilishi masalasi mana ko'zda tutilgan va o'sha xo'jalik subyekti tomonidan yuqori turuvchi organ tomonidan qanday kiritilish masalalariga oid normalar ko'rsatilgan. Qaysi holatlarda demak kiritiladi va kiritilish yakuni bo'yicha nima ish qilinadi? Mana ko'rib turibsiz, ma'lumot kiritilyapti yagona milliy mehnat tizimiga. Tuzilgan o'sha akt asosida chora-tadbir ishlab chiqilyapti va hisobdorlik olib borilyapti. Va chora-tadbirda avvalambor birinchi bu mehnat jamoasida ko'rib chiqishdan boshlanadi. Ya'ni baxtsiz hodisa sodir bo'ldi. Sodir bo'lgandan keyin albatta mehnat jamoasini yig'ib tekshirish yakuni bo'yicha u muhokama qilinishi shart.
va muhokama jarayonida belgilab olingan chora-tadbirlar ko'rsatib o'tiladi. Birinchidan, navbatdan tashqari yo'l yo'riqlarni berilishi. Ya'ni mana shunday holat bo'ldi. Bu holat takrorlanmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Qanday qoida buzilish holatlari bo'lgan edi? Shu qoida buzilish holatlarini oldini olish uchun biz nimaga e'tibor qaratishimiz kerak? Va kelgusida shuni sodir bo'lmasligi uchun qanday preventiv chora-tadbirlar, ya'ni uni sabablari, oqibati emas, sabablari bilan kurashish uchun qanday chora-tadbirlar ko'rish kerak degan masalalar ko'rib o'tiladi. Demak, xo'jalik organlari albatta bu ma'lumotlarni barcha tashkilotlarga yetkazadi. Mana men hozir o'sha maktab, bog'cha yoki nima misolda keltirgan bo'lsam, uni yuqori turuvchisi aytaylik Sog'liqni saqlash vazirligi deb aytdim. Sog'liqni saqlash vazirligi yoki xalq ta'limi vazirligi tizimidagi bitta tashkilotda baxtsiz hodisa sodir bo'ladigan bo'lsa, o'sha sodir bo'lgan baxtsiz hodisa haqida yuqori turuvchi organga xabar berildimi? Endi yuqori turuvchi organ bu ma'lumotni butun tizimda muhokama qilib, butun tizimga ma'lumot tarzida yetkazish kerak. Ya'ni boshqalarda shu holat takrorlanmasin. Butun tizimga, mana ko'ryapmiz, quyi turuvchi tashkilotlarning hammasiga yetkazadi shu axborotni. Mana shunday holat bo'ldi. Shu baxtsiz hodisa natijasida mana shunday ishlar ko'rildi. Kelgusida bo'lmasligi uchun mana bunday chora-tadbirlar belgilandi. Va oldini olish bo'yicha mana bu ishlarni amalga oshirish kerak degan masala yuqori turuvchi organni zimmasida ko'rsatib o'tilgan. Va chora-tadbirlar o'sha qanday chora-tadbirlar ko'rilganini bajarilishi doimiy yuqori turuvchi organ tomonidan nazorat qilib borilishi kerak. Muddatlar chunki belgilanadi. Masalan, 1 kun, 1 hafta, 1 oy, 1 yil va hokazo. Uni bajarilishidan kelib chiqib, qaysidir masalalarda modernizatsiya masalasi bo'ladimi, yangilash masalasi bo'ladimi, nimadir yangidan sotib olish masalasi bo'ladimi yoki shunchaki yo'riqnomalar ishlab chiqish, o'qitish masalasi yoki maxsus kiyim-bosh bilan ta'minlash va hokazo. Qanday masalalar yechimini topish kerak bo'lgan muammoli topilgan mavzularga, demak, oldini olish bo'yicha aniq manzilli belgilangan chora-tadbirlar yechimi bo'yicha ishlar muddatli va aniq ijrochilar bilan ko'rsatiladi. Endi shu ijrochilarni hisobdorligi yana ko'zda tutiladi va u yuqori turuvchi organ tomonidan nazorat qilinishi shart. Tashkilotni qanday kiritishi yoki qanday o'sha maxsus tekshiruvlarni yoki tekshiruvlarni amalga oshirishi va tahlillar qanday, kim tomonidan amalga oshirilishini qonunchilikda tahlilnisiga aytib o'tdik. Buni mana ekranda siz ko'ryapsiz. Baxtsiz hodisalarni yengil, og'ir, o'lim bilan tugagan guruhiy holatlar qaysi tizimlarda va qanday holatlar tahlillari keltirilyapti. Demak, bu yuqoridan qulash bo'ladimi, yo'l transport hodisasi, asbob uskunalar, texnikalar yoki elektr toki urishi, yiqilish va hokazo masalalar ko'rsatib o'tilgan. Yoki kasb kasalliklari. Bu haqda ham aytmasdan ilojimiz yo'q, sababi mana ko'ryapsiz, hududlar kesimida olib qaraydigan bo'lsangiz, demak, kasb kasalliklarining eng ko'pi Toshkent viloyatida ekan. Keyingisi Toshkent shahrida ekan. Va hokazo mana sonlari kesimida ko'radigan bo'lsangiz yoki bo'lmasam kasalliklar kesimida ham ko'rishingiz mumkin. Bular ham biz tomonidan tahlil qilinadi. Aynan kasb kasalliklarining eng ko'p uchrayotgani hozir xronический bronxit. Keyingi o'rinda silikoz. Undan keyingi o'rinda mana ko'ryapmiz zararli moddalar bilan zaharlanish holatlari yoki ikki tomonlama koklear nevrit holatlari va hokazo. Eng ko'p, masalan, bu yerda 10 talikka keltirgan bo'lsam, bular nimani oqibatida kelib chiqyapti? Kasb kasalliklari ko'proq o'sha ish joyidagi zarar, xavf omillarni mavjud bo'lganligi, ya'ni mehnat sharoitlarini belgilangan normativ talablariga javob berilmaganligi sababli sodir bo'lyapti. Va mana so'nggi 5 yillikni tahlilni men bu yerda keltirganman 20-24-yillarda. Hozirgi kunda respublika bo'yicha qariyb 3,5 mingga yaqin bitta kasallikni o'zi, xronический bronxitni o'zi 4 mingdan ortiq ekan. Va hokazo, demak, har bir ko'rsatkichlarni aytib o'tishimiz mumkin.
Demak, bunaqa holatlar zarar xavfli omil borligi uchun kelib chiqarkan deyapmiz. Zarar xavfli omillarni biz qayerdan aniqlaymiz? Ish o'rinlarini attestatsiyadan o'tkazish orqali, ya'ni asbob-uskunalarni jarohatlash xavfliligi yuzasidan attestatsiyadan o'tkazish bu mehnat sharoitlarini baholash hisoblanadi. Mehnat sharoitlarini mana baholashni so'nggi 5 yillik tahlillarini siz ko'rib turibsiz. Demak, ish o'rinlarini o'sha attestatsiyadan o'tkazish holatlarini biz tahlil qilib boramiz. Va umuman mehnat muhofazasi holatini kasaba uyushmalari tomonidan nazorati amalga oshirilar ekan, qancha tekshiruv o'tkazildi, qancha kamchilik aniqlandi, qancha taqdimnomalar kiritildi, qancha mana shu ish o'rinlarida ayollar ishlayotgandi gender nuqtai nazardan, ya'ni qancha ayollar zarar xavf omil ta'sirida ishlayapti, qanchasi o'qitilgan yoki bo'lmasam qanchasiga maxsus kiyim bosh berilgan, qanchasiga davolash profilaktika oziq-ovqatlari berilyapti. Umuman mehnat muhofazasi bo'yicha chora tadbirlarni belgilanish holatlari qanday? So'nggi mana 5 yillikni tahlillarini biz ko'ryapmiz yoki bo'lmasam mehnat muhofazasini biz har doim aytamiz, bu investitsiya, ya'ni ish beruvchini o'sha производство ishlab chiqarishga kiritayotgan investitsiya sifatida qaraydigan bo'lsa, mehnat muhofazasi tadbirlariga ajratilayotgan summalar qancha miqdorda va ular ortib boryaptimi, nimalarga ko'proq sarflanyapti masalalar ham kasaba uyushmalari tomonidan tahlil qilib boriladi. Va albatta xodimlarning salomatligi kasaba uyushmalari tomonidan bevosita e'tibordan chetda qolmagani holda ish beruvchi xodimlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishi qonunchilikda belgilangan va bu holatlar o'sha aktlarni rasmiylashtirilishi, tibbiy ko'riklarni qonuniy o'tkazilishini ham kasaba uyushmalari bevosita nazoratini mana ekranda ko'ryapsiz, tibbiy ko'rikdan o'tish holatlari va ularning natijalari qanday bugungi kunda, qancha xodim tibbiy ko'rikdan o'tdi, unga qancha summada mablag'lar sarflandi, umuman bitta xodimga qancha summa to'g'ri kelyapti va bunda bevosita o'sha mehnatni muhofaza qilish bo'yicha har bitta tashkilotda saylangan xodimlar tomonidan vakillar bor. Ushbu vakillar bugungi kunda nima ishlarni amalga oshiryapti va umuman mana shu vakillarni ish beruvchi rag'batlantiryaptimi, qo'llab-quvvatlayaptimi kabi masalalar va qanday muammoli holatlar bor ekanligini ham biz siz bilan ko'rib o'tdik. Demak, qisqacha bugungi aynan baxtsiz hodisalarni tahlillari bo'yicha men sizga gapirib berar ekanman. Respublikadagi holatda biz kasaba uyushmalari bevosita 3 tomonlama hamkorlikda, ya'ni hukumat, ish beruvchilar va xodimlarning vakillik organi ijtimoiy sheriklik asosida mazkur tahlillarga chora tadbirlarni, ya'ni preventiv oldini olish chora tadbirlarini amalga oshirishda ham birgalikda ijtimoiy sheriklikda ishlarni amalga oshiradigan bo'lsa, yuqori natijalarga erishiladi va bunda albatta otsenka riska, ya'ni xavf xatarni baholash tizimiga o'tish juda ham muhim hisoblanadi. Qachonki bizda aniq raqamlar bo'lsa, mehnat muhofazasining milliy ko'rinishi bo'lsa va ushbu milliy ko'rinishdan kelib chiqqan holatda biz har bir holatga adekvat to'g'ri baho bera olsak va ularni oldini olish chora-tadbirlarini aniq belgilab va bu chora-tadbirlarni bajarishda ijtimoiy sheriklik asosida, ya'ni ish beruvchilar, xodimlar va hukumatlar birgalikda ishni qiladigan bo'lsak, men o'ylayman, biz yuqori natijalarga erishamiz va xalqaro normalar talablariga, xalqaro mehnat standartlari talablariga javob beradigan mehnat sharoitlariga erishish imkoniyatiga va xodimlarning mehnat huquqlari ta'minlangan sog'lom, xavfsiz mehnat sharoitlarida ishlashga erishgan bo'lamiz. Biz yuqorida aytdik, zarar ko'radigan bo'lsa, bu yerda ish beruvchi tomonidan zarar to'lovlar to'lab beriladi. Agar u sug'urta qilingan bo'lsa, demak sug'urta kompaniyalari tomonidan to'lab beriladi va sug'urta kompaniyalari tomonidan to'lab berilgandan tashqari ish beruvchi unga qanday moddiy yordam ko'rsatdi yoki kasaba uyushmasi tomonidan qanday moddiy yordamlar ko'rsatildi yoki bo'lmasam oyma-oy to'lab borilayotgan zarar summalari qanchaligi ham kasaba uyushmalarining e'tiborida va biz hozir sizga ayrim sonlarni keltirib o'tdik va bu sonlar mana 32 milliarddan ziyod
sug'urta kompaniyalari tomonidan, 6 milliarddan ziyod ish beruvchilar tomonidan, aynan o'sha ish kunlarini yo'qotish sababli kasallik varaqalari uchun to'lab beriladigan qariyb 10 ming ish kuni yo'qotyapti. O'sha aynan kasaba uyushmasiga a'zo tashkilotlardagi, man sizga tahlillarni aytib o'tyapman. 1 milliarddan ziyod demak oyma-oy zarar to'lovlarini to'lab berilishi holatlari va albatta ish beruvchi tomonidan ham bevosita o'zi tomonidan to'lanayotgani 600 milliondan ziyod, kasaba uyushmalari tomonidan 2 milliarddan ziyod aynan ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan baxtsiz hodisalarda moddiy yordam to'lovlarini to'lab berilganini, hisobdorliklarini ham biz o'rganib, ularga o'zimizni munosabatlarimizni bildirib kelamiz.